Ko'rib turgan mana shu 2 etажkali uchastkali 60 ming dollardan sotiladi akalar. Tasavvur qilasizlarmi? Joylashuvi ham bitta ko'ringlar. Aylanasiga ham kottejni gardokni ko'rishimiz mumkin. Novostroykalar tushgan mana shu markaziy kvartallarimizda joylashgan obyektimiz. Ya'ni manzilimiz Chirchiq shahri 2-mikrorayon bo'ladi. Orentir Yangi O'zbekiston massivi. 1 gektar maydonga joylashgan 18 ta uchastkamiz qurilishi boshlangan. Ko'rib turganlaringizda уже podqatlovon boshlangan. Xudo xolasa oktyabr oyiga topshiramiz deyshayapti. Eng kichkinasi 1,5 sotuvdan eng kattasi 3 sotuvgacha bo'ladi. Oldida hovlilari bor va zo'r tarafi, orqa taraflama basseynlarni ham ko'rishimiz mumkin. Zo'r tarafi boshida 20% to'lov qilasizlar va qolgani uy bitgandan keyin to'lasanglar ham bo'ladi. Chirchiq shahri uchun lekin juda ham zo'r narx. Ko'rib turganlaringizda aylanasiga kottejni gardok bo'lib, polностью to'lib bo'lgan mana shu kvartalimizda joylashgan. Pastda mana shu quruvchilar nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar yana batafsil ma'lumot berishadi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz.